Hammaga assalomu alaykum. Jigarlar, yaxshimisizlar? Bu 15-vlog. Bitta like bosib, kommentariyada fikrlaringizni yozinglar. Vlogchani boshladik. Aktiv ko'rsatinglar, bitta aktiv. Belgiyaga kelganman, Antverpenga. Qaranglar, qanaqa chiroyli manzara. Yaxshi dahshat. Mana bu sklad, mana mashinamni olib kelganman. Noodatiy rampa. Pastga tushamiz. Pastga tushamizda rampani shunday ochib, maslaklarni ko'tarib yuklar tushiradi. Yuklarim tushirib bo'ldi, hozir dokumentlarim beradi mana tovoshga. Shum baland bilaman, harakat qilaman, balandroq gapirishga. Mana bu parom kelayotgan, katta kema keladi, kорабль keladi. Kорабльga meni yuklarim orta ekan, mana bu Amerikaga ketadigan yuklar. Amerikaga eksport bo'layotgan mashina. Katta kорабль bilan Amerikaga jo'nab ketadi jigarlar. Ertaga banan o'rtamiz va Germaniya keliga qarab yuramiz. Bananlar ikkita joydan o'rtamiz, Belgiya merdan va Gollandiyani qayeridan deb. Bananlar portdan o'rtamiz, ertaga ko'rsataman, o'zim ortishim kerak ekan. O'zim kara bilan o'rtaman. Обязательно ko'rsataman bu vlogda. Paromda kelgan ekan, kema bilan kelgan ekan, bittasi Panamadan, bittasi Kosta-Rikadan kelgan ekan. Daryoning musorlari mana shu yerga kelib yig'ilib qolayotganda jigarlar. Qaranglar. Juda ham xunuk mana shu tarafi. Qaranglar, o'zi atak chiroyli. Endi mana shu xunuk jigarlar. Короче, ichkariga qo'yishmadi. Yopiq ekan. Yo'q dedi, qo'ymadi xullas. Yoki basharamni ko'rdida, "Sen loyiq emassan bu joyga" dedi. O'tishtaja, hayvonlar! Otlaring! Mana Antverpen shaharchasiga kiribsan. Mana bunaqa mashinada kirish mumkin emas debdi. Faqat elektromobil kirsin debdi. Elektromobillar mumkin. Xullas, ko'prik yopilgan. Belgiya qurilibdi jigarlar, Belgiya. Qurilmoqda. Kranlarga qaranglar, qanaqa ko'p kranlar. Mana shu ko'prikga jigarlar aylanib kelyapmiz-da xullas. Men mashinamni ko'rib qoldim, mana mashinam. Grafitini yoradi, lekin bular boshqacha grafiti. Hozir jigarlar mana shu muzeyga kiramiz. Bir aylanib chiqamiz. Qara, nima gap, nima so'z. Mana bu yoqda odamga o'xshaykan, men birinchi ko'rishda odam deb o'yladim, lekin haykal ekan jigarlar. Haykal ekan. Mana shunday yomg'ir yog'vordi, yomg'ir. Muzeyga kelyapmiz, muzeyga jigarlar endi. Vashshi yomg'ir yog'vordi. Tepaga ham chiqib oldik, eskalatorlar bilan amallab, xullas bu go'zalligi faqat meni vlogimda ko'rasizlar jigarlar. Mana Antverpen yuqoridan ko'rinishi. Odamlar uychalariga qaranglar. Bularning uychalari qiziqda, qaranglar. Balkonchasi ham mazza. Обязательно terrasa bo'ladi. Balkoncha, terrasacha обязательно bo'ladi. Panorama oyna ham ko'plarida bor. Xullas, men-ku chiqishga chiqib oldim. Lekin ana yoqda 4 tasi chiqa olmay yotibdi-da. Men eskalator bilan chiqdim, ular default bilan chiqyapti. Oh my god, mana. Xullas, top free deganida cho'palab chiqdim eskalator bilan. Top degani yuqori degani, yuqori tekin, muzeylar faqat pullik dedi. Antverpen degan nomni qisqacha tushuntiraman. U qayerdan kelgan, qanday Antverpen bo'lib qolgan, mana shuni qisqacha tushuntiraman. Mana bu ko'rib turgan daryoda kemalar o'tgan. Ana shu kemani qaroqchilar bosib olgan. Bu narsa necha mingdir yillar oldin bo'lgan. Qaroqchilar bosib olgan, o'tgan qaytgan kemalardan kesh olgan. Kesh, davay keshni chuz, keyin o'tasan degan. Keyin shu shaharda tug'ilib o'sgan, katta bo'lgan yosh yigitcha kelganda u qaroqchilarni
Xullas qo'lini chop tashlaganda Antwerpen degani qo'li chopilgan degani ekan o'zi aslida. Qo'li chopilgan bo'lib, mana shunaqa shaharning ismiga Antwerpen deb qo'ygan. Harakat qildim qisqacha tushuntirishga Antwerpen haqida. Mana shunaqalar kemalar o'tayotganda qaroqchilar shunday to'xtatib, "Davay, tangani cho'z, keyin o'tasan" degan. Keyin tanga bergan bular. Undan keyin shaharda qahramon paydo bo'lganda, "Davay, surib yoqdan" deb qo'llarini chopib tashlagan, uzib tashlagan qo'llarini, keyin shu shaharni, o'sha odamni qo'lini chopdi deb nomlab qo'ygan ekan. Antwerpen degani qo'lini chopdimman degani ekan, jigarlar. Sal oftob chiqdi, sal yomg'irlar. Bu yoqda o'zi shunaqa ekan, ob-havo pagoda shunaqa ekan. Yomg'ir yog'ib 5 minut yog'ar ekan, 5 minut quyosh chiqar ekan. Xullas shunaqa ekan, jigarlar. Bu yerda postoyanno zontik olib yurish kerak ekan. Oftob chiqqaniga birdan odam ko'payib ketdi. Qaranglar, hamma hozirda 9-da turibmiz. 8-etajda qarab turgan ekanda. Yomg'ir tugasa sraz chiqib olaman deb qarab turgan ekan. Qaranglar, odam birdan ko'paydi. O'ynab qilaman bu ishni. Syomka etib olaveradimi? Syomka etmak kerakmidi beri? One day later. Доброе утро. Assalomu alaykum hammaga. Mana bizlar ertalab tongimiz mana shunaqa. Palet ortish bilan boshlandi. Onasini emsin paletlar bir ahvol, bananlar bir ahvol, chappa rosta bo'layotibdi. Lekin ortishimiz kerak mana. Karacha bilan ortamiz jigarlar. Urib, surib, boshqa qilib, mashina qilib ortamizda endi. Boshqa iloji yo'q mana. Yiqilay deb turibdi. Короче, mana yuklab bo'ldik yarmini. Endi qolgan yarmini ortishga ketyapmiz Gollandiyaga qarab. Belgiyada mana yozgi qoq o'rtasida mana yomg'ir yog'ib o'tiribdi-da. Dengizga yaqin bo'lgani uchun bu yoqda mana shunaqa 10 minut yomg'ir yog'adi, yarim soat quyosh chiqadi, yana 20 minut yomg'ir yog'adi, ana shunaqa. Bu mashina bilan ham xayrlashyapmiz, mashina almashtiramiz yana, mashina almashtiramiz. Har oy bitta mashina almashtiryapmiz, jigarlar. Buni yog'ini almashtirish kerak ekan. Ba'zida bu bazaga ketadi, topshirib yuboraman. Boshqa mashina prinemat qilib olaman. Shunaqa gaplar. Xullas kalom jigarlar. Mana pritsepchani olib keldim. Dokumentlari mana o'zini special joyiga qo'ydim. Pritsepni uzdim, portaman, kil. Germaniyani kil portida qarang, bo'm-bo'sh to'la turadi, har doim to'la turadi. Hozir bu yerdan yana obratno boshqa pritsepni qidirib topib, o'zimning pritsepimni topib, yana chiqib ketaman jigarlar. Shunaqa gaplar. Bu vlogimiz 15-vlogimiz tugadi. Bitta like bosib, sheracha ko'rgan bo'lsangiz, kommentariyada yozing. Men axigacha ko'rdim, ana shu joygacha ko'rdim deb yozib qo'yinglar-chi. Men ko'ray qani. Lekin tabiatda har doimgidek mana lol qoldirib turibdi jigarlar. Shunaqa gaplar, ko'rishganda ko'rishguncha.